bu holat aniq sizda ham bo'lgan, aniq bo'lgan, bilaman. Inson zotida bo'ladi bu narsa. Nimaga odamlar unaqa, hali yaxshilik ming qilaverasiz, rahmat. Bilmaydi yaxshilikni bor-ku, rahmat zo'r. Dushi demaydi-da bor-ku, kamdan kam. Lekin yomonlik qilib qo'ying, bir 10 ta yaxshilik qilib, bitta yomonlik qilib, yomonligi yillar mobaynida kerak bo'lsa, bari yaqinlarga yetib chiqadi. Balkim mana shu inson unaqa deb. Yaxshiligini ham gapiraver, mana shu inson mening mumkinimda turib bergan bunaqa vazifani bajargan men uchun deb. Yo'q, unaqa emas. Yaqinlaringiz, masalan, meni ham yaqinlaringiz unaqa emas, o'zingiz bilasiz. Ana bu boshingizga tushgan. Shu o'rinda bitta gap keldi. Yaxshilik qilgandek ko'rinmang. Yaxshilik qiling, ko'rinmang. Endi biz ko'rinmay yuribmiz endi. Ko'rinib qo'ysak yomon bo'lib qolyapmiz.